Salom, mana mart oyi ham oxirlab qoldi. Vaqt juda tez o'tyapti. Va aynan shu paytda ko'pchilik yanvarda hayajon bilan qo'ygan maqsadlarini unutishni boshlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, aprel oyiga kelib odamlarning qariyb 80% yangi yil rejalaridan voz kechadi. Lekin xavotir olmang. Bu videoda siz shu yilga qo'ygan maqsadlaringizga aniq yetishishingiz uchun 3 ta ishonchli usulni topasiz. Mening ismim Ra'no va siz Surxonlik qiz kanalidasiz. Bu kanalda Yevropada o'qish, ishlash, yashash, sayohatlar va albatta o'z ustida ishlash haqida ko'p ma'lumotlarni topasiz. Keling endi 3 ta usulga o'tsak. Birinchi usul bosqichma-bosqich rivojlanish prinsipi. Eng birinchi tushunishingiz kerak bo'lgan narsa katta o'zgarishlarni birdaniga kutmaslik kerak. Uzoq muddatli maqsadlarga erishish siri asta-sekin muntazam rivojlanishdadir. Masalan, agar sizning maqsadingiz IELTS imtihonidan yuqori ball olish bo'lsa, birinchi haftadanoq 5 soat ingliz tilini o'rganishga harakat qilmang. Bu sizni tez charchatadi va natijada maqsadlaringizni tashlab qo'yishingiz mumkin. Buning o'rniga kuniga atigi 15-20 daqiqa shug'ullanishni boshlang. Keyin asta-sekin vaqtni oshiring. Haftasiga 1-2 ta insho mavzusini o'rganing. Har kuni 5-10 ta yangi so'z yodlang. Bir oy o'tgach, o'zingiz ham natijalaringizga hayron qolasiz va bu jarayonda stressga tushib qolmaysiz. Kichik ammo doimiy qadamlar oxir-oqibat katta natijalarga olib keladi. Ikkinchi usul progressni kuzatish tizimi. Natijalaringizni qayd qilish tizimini yarating. Biz hatto kichik yutuqlarimizni ham ko'rsak, motivatsiyamiz oshadi. Shunday ekan, masalan, agar maqsadingiz vazn tashlash bo'lsa, parhez va jismoniy mashg'ulotlar kundaligini yarating. Faqatgina vazni emas, balki energiya darajasi, uyqu sifati, tana o'lchamlarini, har kuni bosib o'tgan qadamlaringizni ham belgilab boring. Mening tanishim aynan shu usul orqali 6 oyda 15 kilogramm vazn tashlagan. Muhimi, u hatto mayda yutuqlarini ham qayd etib borgan. Masalan, bugun zinadan chiqqanimda nafasim rost qoldi yoki korporativda desertdan voz kechdim va shirinlik umuman yemadim va hokazolar. Shunday kichik g'alabalar doimiy ijobiy motivatsiya yaratadi. Uchinchi usul maqsadlaringizni qo'llab-quvvatlaydigan muhit yaratishdir. O'zingizning atrof muhitingizni shunday o'zgartiringki, u sizga to'siq bo'lish o'rniga yordam bersin. Masalan, agar maqsadingiz daromadingizni oshirish bo'lsa, daromad olish imkoniyatlari doimo ko'z oldingizda bo'lishi kerak. Mutaxassisligingiz bo'yicha foydali kanallarga obuna bo'ling. Hamfikrlar jamoasiga qo'shiling. Yangi ko'nikmalarni o'rganish uchun eslatmalar o'rnating. Mening dugonam marketolog frilanserlikni boshlashga qaror qilganida, ya'ni uydan turib ishlashga qaror qilganida, u uyida alohida ish burchagi tashkil qilgan. Ofisdagidek ish vaqtlarini belgilagan va hatto ish kiyimini ham kiyib ishlashni boshlardi. U shuningdek onlayn frilanserlar jamoasiga qo'shildi va u yerdagi tajribali odamlar bilan fikr almashardi. Natijada 3 oy ichida u 5 nafar yangi kompaniya topib, ularga marketing strategiyasi bilan yordam berdi va hozirda oldingi ishidan 2 barobar ko'proq daromad qilmoqda. Demak, aprel oyiga kelib maqsadlaringizni unutib qo'ymaslik uchun birinchidan bosqichma-bosqich rivojlanish prinsipidan foydalaning. Demak, har kun maqsadlaringiz sari kichik qadamlar tashlang. Ikkinchisi, progressni kuzatish tizimini yarating. Va uchinchisi, maqsadlaringizga mos keladigan muhitni yarating. Eng asosiysi ideal bo'lish emas, balki davomiylik va muntazamlik muhimdir. Agar yangi yil oldi qo'ygan maqsadlaringizni unutib qo'ygan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Bugunoq maqsadlaringiz sari yo'lni qayta boshlashingiz mumkin. Bu yilga qanday maqsadlarni o'z oldingizga qo'ygansiz va ushbu 3 ta usuldan qaysi birini bugunoq sinab ko'rmoqchisiz? Izohlarda, ya'ni kommentlarda albatta yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bildirishnomalarni qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr!